Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi arashan qo'y ishqibozlari, ona bola ishqibozlari, akalar. Bir dona ona bola qo'yimiz kelgan. Bolani qarang, bolani ham go'zalligini, tinig'idan, toza arashandan olib boqaman degan aka-ukalarga mana. Kela, Qirg'izistondan kelgan, o'zimizda mana qo'zi tug'ilgan, xudo xolasa, yeridan olib boqaman degan aka-ukalarga bir dona ona bola qo'yimiz bor. 6 tishdan 8 tishga yangi chiqdi tishi. O bola 3-bola. Yedishtilari hamma tomonlama akalar sinovdan o'tgan. Yiriliklari har tomonlama akalar sinovdan o'tgan. Behijolat sifatga akalar juda go'zal. Mana bunaqa qilib ko'paytiraman degan aka-ukalarga bolasi ham urg'och akalar. Bolasi bir akalar 1,5 oylik, 2 oylik atrofida. Hop, xudo xolasa olib chiroyli baraka topadigan yaxshi qo'chqoringiz bo'lsa, hozir shunday qo'shib qo'ysangiz ham bemalol ishni yana qochaveradi. Xudo xolasa chiroyli baraka qiladigan yaxshi sog'lig'imiz kelgan akalar. Hop, akalar buni yedishtilari, qo'chqor bilan hozir ham yurgan birga. Lekin yana bo'lsa qo'shib qo'ysalaring yana behijolat qochib qolishi hech gap emas mana. Chiroyli bolani boqib turganman. Bolani ham go'zalligini qarang, yuzlarini, buni jonivordi. Juda go'zal. Xudo xolasa olib, chiroyli baraka topadigan. Bu onasini bo'ylari akalar 85 atrofida. O'lchab ko'ra olmadik. Xudo xolasa juda badallari ham juda chiroyli holatda. Olib baraka topadigan yaxshi sog'liq kelgan akalar. Tavsiya qilaman, olinglar, xudo xolasa chiroyli baraka topasizlar. Narxi ham unaqa $2000, $3000 emas. Yo'lida qilib beramiz inshaalloh. Aloqaga chiqasizlar. Yo'lida qilib beramiz. Qochib qolgan bo'lish ehtimoli ham yo'q emas. Enasi yana mana oldilaridan bitta ko'rsatamiz. Bitta yurishlarini ko'rsatib qo'yavering, qo'ydi. Ko'rsatib qo'yaylik. Mana kelar qo'y. Haqiqiy go'zal. Mana bolasi ham, onasi ham juda go'zal holatda akalar. Qo'y qilib olaman degan aka-uka, do'st birodarlar bo'lsa, bemalol olishlaring mumkin. Qo'yda akalar, xudo xolasa olasiz. Xudo xolasa chiroyli baraka topasiz. Oldilarini qarang bularni. Oldilarini. Narxi, xudo xolasa men narxini qo'yaman inshaalloh. Qo'y arziydi. Arzi-sarzimasa videoga bitta laykni bosib, kommentariyaga gap yo'q akalar, o'z fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Xudo xolasa akalar, qo'yni haqiqiy tiniq. Mana akalar. Olasiz inshaalloh. Haqiqiy tinig'idan boqaman degan aka-ukalarga. Mana. O'zingiz olmasangiz tanish bilish olmoqchidir. Xudo xolasa tashlab qo'yaverasizlar akalar. Xo'p, narxini akalar buni bo'ladigan joyi $1100 ga akalar berib yuboramiz. Shuni aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa. Sog'liq, haqiqiy bolasi ham, onasi ham go'zal, to'g'risi tavsiya qilaman. 2 oylik o'zini qarang. Juda go'zal holatda akalar. Qo'ra. Akalar aloqaga chiqasizlar, nomerni qoldiraman. Dostavka xizmatimiz inshaalloh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.